Hurmatli kuzatuvchilar, sizning fikringiz biz uchun juda ham qiziq. Ko'rib turgan ikki xildan Mramor madonamizda yostiqlari va ko'rpachalari. Agarda siz o'z uyingizga ko'rpacha xarid qilganingizda Mramorda xameleonkalik yashil rangni xarid qilgan bo'larmidingiz yoki jigari qizilnimi? Albatta, o'z fikringizni kommentariyaga yashil yoki jigari qizil deb yozib qoldiring. Sizga ham albatta shunaqa asl matoli ko'rpachalar nasib qilsin. Ko'rib turgan Mramor xameleonkalikda yashil rangini 4 ta 290 lik ko'rpacha, 4 ta 60-60 yostiq, yana bir mijozimizga tiktirib, paxta solib tayyorlab berdik. Hurmatli kuzatuvchilar, bu ko'rib turgan komplektingiz 5 million 270 ming so'm. Bu komplektda assalariga e'tibor bering. Toza paxtalik gol satini qo'yib tayyorlangan va chetdagi popuklarga e'tibor qiling. Original popukdan mana ko'rishingiz mumkin. Asl matoli yostiqlari orqa old bir xilda. Eng muhimi, udumga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.